Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli Chorvaga Baraka kanali obunachilari va bizning kanalni muntazam kuzatib borayotgan tomoshabinlar. Bugun hafta kunimizga chorshanba 28-iyun 2024-yil. Hammalaringga kirib kelayotgan Qurbon hayiti muborak bo'lsin deb mana Qurbon hayitiga qo'zlarni so'yib olsalar, o'rniga mana bunaqa go'zal qo'zlarni olib kelib qo'yganmiz. Soniga 12 ta. Hozir shularni sizlarga qo'ldan kelgancha video syomkalar qilib tayyorlab ko'rsatib beramiz. Video qarshisiga yaxshilab joylashib olib, bittadan like bosib, kommentariyada fikr yoki takliflarni kutib qolamiz. Qani bo'lsam videolarni boshladik. Xo'p, qo'zlarimiz soniga 12 dona. 12 tadan 3 tasi soliq, qolgan 9 tasi qo'chqor. Mana kattalari hammasi qo'chqor, 3 ta kichikroqi bor, ular soliq. Xo'p, bularda endi oyliklariga keladigan bo'lsak, oyliklari 2 oy, 3 oyda atrofidagi qo'zilar. Olib boqaman deganlarga mana yeb ichishlarini ko'ryapsizlar. Yeb ichishlari zo'r, xudo xolasa. Yema ichmoqlari zo'r. O'shancha mana olib chiqib tabiiy holatda ko'rsatyapmiz. Soniga 12 dona, hammasini bir joyga olaman deganlarga hozir pulini aytib o'tamiz. Puli arzon. 2 million 100 ming so'mdan bo'lsa, hammasini bir joyga beramiz. Vodiy bo'ylab bo'lsa, dastavkasining ichida. 2 million 100 ming so'mdan, hurmatli obunachilar, qiziqqanlar bo'lsa, ahli yetganlar bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Arzon bo'lsa arzon, qimmat bo'lsa qimmat deb kommentariyada fikrlarni qoldirib qo'yinglar, azizlar. Mana tashqariga chiqqan holatni ko'rsataylik. Hammalari yeb ichib yurishibdi, mana ko'ryapsizlar, tanajonlari sog', xudo xolasa. Biroq dastarlarga yo'talib qo'ysa ham maniki. Oho, nimada chiqdas. Mashinaga ketib qoldi. Xo'p, mana videolarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. Kanalimiz rivoji uchun. Videolarimiz yoqmagan bo'lsa, dislike bosishlaringiz ham mumkin. Mana yurishtirishlari, yema ichmoqlari, qulani. Yema ichmoqlari hamma yo'g'i mana xudo xolasa tanajoni sog'. Tabiiy holatda ko'rsatyapmiz. Mana lolalar degani kelishdi. 2 million 100 ming so'mdan mana nima deyapti, hurmatli obunachilar? Orqasidan kelmang. Yeb olishaversin. Qiziqqanlarga pastda raqam qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ichidan 2 ta, 3 ta, 4 ta olaman deganlarni bemalol aloqaga chiqaveringlar. Kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Mana bexijolat qo'zilarimiz. Maqtab o'tirmaylik, narxi arzon bo'ldi, bemalol 2 million 100 ming so'mdan puliga arziydigan qo'zilar bo'lishgan. Hammasini dumbalari bor. Bunaqa pachag'i yo'q. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Bundan kattalari ham bor, bundan kichiklari ham bor. Qurbon hayitiga so'yadigan qo'chqorlarimiz ham bor, egizaklarimiz ham bor, ena bolalar ham bor, xili bor. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqinglar. Alohida qilib video qilib ham tashlab beramiz. Hozircha adashib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kunlaringiz xayrli va barakotli bo'lsin. Bittadan like bosish esdan chiqmasin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana qo'zilarimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.